G'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emish. El anga shafiqu mehribon bo'lmas emish. Oltin qafas ichiragar qizil gul bitsa, bulbulga tikondek oshiyon bo'lmas emish. Hazrat Alisher Navoiy 1441-yilning 9-fevralida Hirotda tug'ilgan ulug' o'zbek shoiri, mutafakkir va davlat arbobi, turkiy adabiyotining yuqori cho'qqisi hisoblanadi. U 10-12 yoshidan maqollar va she'rlar yoza boshlagan. Husayn Bayqaro davrida vazir bo'lib ishlagan. Barcha mablag'lari hisobidan kasalxona, masjid va ko'priklar qurdirgan. Uning otasi G'iyosdin kichkina Temuriylar saroyida xizmat qilgan. Alisher Navoiyning eng mashhur asari Hamsa hisoblanadi. Hamsa 5 dostondan iborat. Hamsa tarkibiga Hayratul Abrar, Farhod va Shirin, Layli va Majnun, Sabai Sayyar, Saddi Iskandariy kabi dostonlar kiradi. Emas bu maydon ichra turmoq, nizomiy panjasiga panja urmoq. Kecha kelgumdur libonul sarvi gulru kelmadi. Ko'zlarimga kecha tong otguncha uyqu kelmadi. Lahza lahza chiqdimu chekdim yo'lida intizor. Keldi jon og'zimga-yu shu badxo kelmadi. Oz o'rganib dono bo'lur, qatra yig'ilib daryo bo'lur. Haq yo'lida kim senga bir haq o'rgatmish ranjir. Aylamak oson emas, haqdan ado minganchilik. Odamiy ersang demagi odamiy, oning kim yo'q xalq g'amidin g'ami. Bilmaganni so'rab o'rgangan olim, orlanib so'ramagan o'zga zolim. G'urbatda g'aribu shodmon bo'lmas emish. El angi shafiqu mehribon bo'lmas emish. Oltin qafas ichiragar qizil gul bitsa, bulbulga tikondek oshiyon bo'lmas emish.